Bugun biz Toshkent shahridagi Amaliy san'at muzeyiga tashrif buyurdik. Bu yerda o'quvchilar o'zlariga boy taassurotlar olishdi degan umiddamiz. Chunki ularning ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, bitta yasalgan, qo'l bilan yasalgan har bitta buyumda ularga qiziqish ortganini ko'rib, biz ham juda xursand bo'ldik. Juda ham chiroyli muzey ekan. Bu yerda har xil qadimiy buyumlarni ko'rdik. Zargarlik, qo'lda tikilgan, qo'lda qilingan. Juda ham chiroyli, menga yoqdi. Menga yoqdi qilichlar, hamma narsalar, bitta loy dinozavrlar va taxlabdilardan. Juda ham katta taassurotlar bilan ketishyapti. Mana muzeylarni tomosha qilib, mazza qilishdi. To'g'rimi, bonajonlar?